Assalomu alaykum ahli YouTube, charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Bugun sizlar bilan yana men Zenzi Flowers sizlarga foydali ma'lumot berishdan charchamayman, to'xtamayman. Sizlar bo'lsa, o'zingizlarning arzimagan kichkina harakatinglar bilan like bosib qo'yasizlar, kommentariyada fikringizni bildirib ketasizlar va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obunani bosib qo'yasizlar. Gulni yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib tashlaysizlar. Inshaalloh video hammaga foydasi tegsin. Misol uchun doktorga borsangiz ham konsultatsiyaga 300 ming, 400 ming pulingizni oladi. Men sizlarga shunday oynai jahonga chiqib tekinga o'rgatib o'tiribman. Sizlar shuni bilmayman, nimagadir like, kommentariyalarni bosib yozmaysizlar, shayton yo'llayveradimi sizlarni. Xo'p, bugungi videoda sizlarga aytib beradigan narsalarim, gulni umuman absolyutno boqishni bilmaydigan odamam, boqoladigan gullarni sarasini sizlarga sanab beraman. Inshaalloh bundan keyin siz ham bilib olasiz, qaysi gulni boqilishi osonligi haqida aniq oxiri sizni hayron qoldiradi. Unaqada men boshladim. O'rtoqlar, hamma o'zi absolyutno bilib qolgan 24 soat kislorod beradigan Sansevieria guli. Kimdirlar buni qaynanani tili deydi, to'shin zik deydi, yana bir narsalar deb xalq tilida otlarni qo'yib olishgan. O'zini tabiatda oti, literaturniy oti Sansevieria deyiladi, o'rtoqlar. Foydasi juda ham zo'r haqiqatan. 24 soat kislorod beradi. Men masalan qolgan gullar 80% kunduz-kuni kislorod berib, kechqurun dam oladi odamga o'xshab. Bular bo'lsa dam olmaydi. 24 soat xizmatingizda bo'ladi. Eng yana bitta qulayliklardan bittasi bu yorug'lik yo'q joyda ham, ya'ni podulda ham yashaydi. Bu deganim sizlarga shpargalka qanaqa spalniga qo'ysangiz bo'ladi. Koridorlarga, to'mni joylarga qo'ysangiz ham bo'ladi demoqchiman. Bir xil gullar to'mni joylarda o'smaydi, qorong'ulik xonalarda o'smaydi, bir xil yorug'lik kerak bo'ladi. Bu joy tanlamaydi. Eng qizig'i oshxonada ham o'sadi. Ko'p gul oshxonada o'smaydi, ko'pchilik o'lib qolyapti deydi. Shuni ham sababini aytib ketaman. Ovqat qilasizmi? Mana biz o'zbeklarnikida 2 mahal yo'q deganda ovqat bo'ladimi? Yog' qo'virasizmi? Piyoz qo'virasizmi? Mana o'shandan chiqadigan hid gullarga yoqmaydi. O'sha hisobiga mazasi qochishni boshlaydi. Mana Sansevieria bo'lsa, o'sha hidlarni o'ziga tortib oladi-da, sizga filtr qilib top-toza havo chiqarib beradi. Sansevieria oson boqilishi, suvni juda ham yomon ko'radi. O'rtoqlar, suvni bir oyda, yozda 3 marta quysanglar bo'ladi. 3 marta quysanglar bo'ladi bir oyda. Qishda bo'lsa bir oyda bitta ham yetadi. Yana bitta fakt aytib ketaman sizlarga, suvni quyganingizda mana bu tagiga aylantirib pakran qo'yasizlar. Iloji bo'lsa mana stollariga, shoxlariga, bandiga suv kam tegsin, iloji bo'lsa tegmasa. Ustidan mabodo suv quyib yuboradigan bo'lsangiz, mana bu orasiga suv yig'ilib qolsa bo'ldi, bu chiriydi. Hammasi emas, endi shu suv tushgan joy chiriydi yoki to'kib tashlashingiz kerak bo'ladi. Shunaqa, birinchisi Sansevieria. Ikkinchisi, o'rtoqlar, hamma boyib ketaman deb o'ylab sotib oladigan gul Zamioculcas dollaroviy derevo deyiladi xalq tilida. Dollar chaqiradi deb o'ylashadimi bilmayman, nimaga unaqa deyshadi. Bu onasini inson oddiy gul bo'lsa, uni taqdiri sizni qo'lingizda bo'lsa, suv quysangiz yashaydi, quymasangiz o'ladi. Qanaqasiga bu dollar olib keladi? U havodan boshqa narsa bermaydi. Yuzga chiroyli ko'rk beradi, kislorod beradi, bo'ldi. Unaqa narsani ozgina uzoqlash kerak o'rtoqlar. Zamioculcas ham joni juda ham baquvvat gul hisoblanadi. Bu ham yorug'likda, qorong'i joyda o'sadi. Bu ham suvni juda ham yomon ko'radi. Xuddi Sansevieriadagi buni ham tagiga aylantirib suv quyasiz. Bitta buni fishkasi bor. Bu o'ziga g'o'dasiga tor bo'lgan tuyalarni yaxshi ko'radi. Katta tuyaga ikki qo'ysangiz o'smaydi. Shu tor tuyalarda, garsholarda o'sadigan gul hisoblanadi. Tepasidan suvni yomon ko'radi. Ko'p sep bo'lmaydi. Endi yomon ko'radigan degani qaysi ma'noda? Ko'p haddan tashqari sep borsangiz, mana bandlari yumshab, ilvillab qoladi. Keyin uni o'ziga qaytarish juda ham qiyin bo'ladi. Buni ko'paytirish juda ham oson o'rtoqlar. Bayni olib perlitega tiqib qo'ysanglar ham, misol uchun 10 tadan 7-8 tasi kartochka beradi, ildiz beradi. Boqish oson, bemalol olib boqsangiz bo'ladi. Suvni yomon ko'radi, olib qo'yib qo'ymasangiz bo'ladi, yashayveradi. Va nihoyat uchinchisi mana shu bir-biridan chiroyli bo'lib turgan kaktuslar, ya'ni sukulentlar oilasi. Kaktus juda ham suvni yomon ko'radi, haddan tashqari yomon ko'radi. Olib qo'yib qo'ymasangiz lubba joyda o'saveradi. Kaktus hamisha siz bilan deydi-yu. Xullas, kaktus ham boqilishi oson gul hisoblanadi. Faqat yosh bolalardan ehtiyot qilasizlar, tikani bor, kirib ketmasa bo'ldi. Lekin ko'zga foydasi bor. Kompyuterni oldiga qo'yib qo'yasizlar. Yana bitta fakt aytaman. Hozirgacha bo'lgan 3 ta gul ko'rsatgan gulim hammasi sukulentlarning oilasiga kiradi. Sukulentlar degani bu suvni kam xohlaydigan gullar hisoblanadi o'rtoqlar. Undan keyingisi sizni aniq hayron qoldiradi. Qanaqasiga deb o'rasida bu gullar osonligini. Undan oldin sizlar like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, hamma mehnat sizlar uchun bo'ldi, o'rtoqlar. Bilaman, kutmagandinglar o'rtoqlar, orxideya. Buni boqilishi juda ham oson. Ko'pchilik buni qiyin deb o'ylaydi, yashamaydi deb o'ylaydi.
Vapshe oson gul-ku o'rtoqlar, qanaqasiga? Sizlar boqishni bilmasanglar bu qiyin degani emas. Men hozir sizlarga boqilishini o'rgataman. Bunaqa vohma qilib tashamanglar iltimos. Orxideya salqin, lekin bunga yorug'lik kerak. Yorug' joylarda yashaydi. Prosta to'mli xonaga qo'yib qo'ymanglar, qorong'i xonaga yorug', to'rdan-to'g'ri olib tushmagan xonaga qo'yinglar, bo'ldi. Mana ildizi bu tegidan suv ichadi. Mana but-butun ildiz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizlarga aytaman, magazindan o't-butdan gul sotib olsanglar, orxideya birinchi bo'lib ildizi bilan sheykasiga qaranglar. Chiramagan bo'lsa, bemalol qo'rqmay ovuringlar. Hop. Ildizi mana hozir seri rang bo'lib turibdi. O'zi yashil bo'lishi kerak, oq bo'lishi kerak. Bu seri bo'lib turgani hali ozgina tagida suv bor degani. Mana seri rang oq ko'rinishga keladi ildizi. Ana o'shanda tagiga chelakmi, tog'orami qo'yib bundoq botirasizlar. Mana mashtigacha botirasizlar. 3 minut yetadi. O'ziga kerakini shim oladi, bitta ko'tarsangiz ildizlari yam-yashil bo'lib qoladi. Guli 3 oydan kamida 1 yilgacha turadi. Orxideyaning обычный sortlar, buni sartoylari bor, guli juda ham uzoq turadi. Ko'rinishi boshqacha bo'ladi, qalin bo'ladi, babichka degani bor. Xullas turlari juda ham ko'p. Kerak bo'lsa bemalol mana bu Telegramga o'tsanglar, o'tda tashlaymiz biz sartoylarni. Yo'qdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Dostavka xizmati ham bor. Manzilimiz Chorsu bilan Yunusobod bozorida. Yana bitta narsani aytib ketay sizlarga, bizda shunaqa xizmat borki, xonadoniylarga, ofisga, ishxonaga, to'yxonaga, qanaqadir korporativ xonalar bo'lsa, joylar bo'lsa, gullarga borib mehr berib qarab beramiz. Xohlasanglar har borganimizda gaplashamiz xizmat haqida yoki oylik qilib gaplashib qo'yaveramiz. Murojaat qilaveringlar. Ko'ryapsizlar, sotayotgan narsamni nima qo'yish kerak, nima qo'yish kerak hammasini bilaman. Borib inshaalloh bemalol mehr berib ko'ramiz. Endi orxideyaga qaytamiz. Orxideya gullar bo'lgandan keyin gulini tashiydi, stolda qoladi shoxi. Shox qolgandan keyin sarg'aymasa tegmaysizlar. Sarg'ayib ketsa kesib tashlaysizlar. Agar sarg'aymasa qoladi, o'zidan yana yangi chiqaraveradi. Buni ko'paytirish yo'llari bor. Mana bunaqa har bitta ko'ziga Cetokininovaya pasta degan dori bor. Ana o'shandan olib nom-nomdan surib qo'ysangiz, o'shadan shox beradi yoki bola beradi. Bola bersa bemalol ko'chirib olsangiz bo'ladi. Faqat ildizlari mamondo bo'lganda ildiz chiqarish bilan mo'xga o'rab qo'yasiz, suv sepib turasiz. Shunaqa gap ora-orada mana bunaqa qilib g'unchalari qurib turadi. Olib tashaverasiz g'unchasini, bu o'sha gullamaydi. Bu nimaga unaqa quriydi? Sababi bu 14 kun, 15 kun Gollandiyadan furada bu yoqqa kelguncha, so'mli furada kelguncha ozgina stress bo'ladi. O'shaning hisobiga mana shunaqa yeng kelganlari ham g'unchasi quriydi. Bu stressdan bo'ladi. Bu oddiy hol. Bizning do'kondan sotib olib uyingizga olib borishingiz ham mana shunaqa ehtimol bo'lishi mumkin. Nimaga desangiz, klimatini o'zgartiryapti. Mana hozir men misol uchun buni qo'yib qo'yaman. 3-4 kun sotilguncha turadi. Men klimatimga tushib oladimi? Bo'ldi. Mendan keyin siz uyga olib ketdingiz, sizda ham g'uncha tashlashi mumkin. Bu vahvali narsa emas. Men yana bitta ko'p shu narsaga guvoh bo'ldim. Ko'pchilik orxideyamizda o'smaydi, boqishni bilmaymiz, qiyin, kaprizni deydi. Nimaga desam, gulini tashiydi, bo'ldi, o'lib qoladi. O'rtoqlar, gulini shalpayib tashlasa o'ldi degani emas, ustoli sarg'aysa ham o'ldi degani emas. Ildizi bilan sheykasi butun bo'lsa bo'ldi, u yana chiqaradi. Uni poylash kerak. Ozgina mehr berish kerak. Orxideya nordonlikni yaxshi ko'radi. Gullar bo'lgandan keyin 20 kun dam berasizda, iloji bo'lsa persatga qilib yuboring. O'sha nonning videolarda qo'yganman, o'rtasida to'rtli stakani bo'ladi. O'shani olib tashlaysizda, boshqa garshokka persatga qilasiz, karada o'sadi yoki olib kelsanglar qilib beraman o'zim. O'zim qilib beraman, olib kelinglar bo'ldi. Qilib beraman, Chorsuga olib keling, mana men telefonni mashinga qiling, o'zim qilib beraman. Muammo emas. Chisnodan berib turasiz, gullar bo'lgandan keyin 20 kun dam berib persatga qilib chisno berib turasiz, bo'ldi. Ya'ni gullik xudo xolisi. Bunaqa vohma qilib yubormanglar, hammasi Allohdan. Endi biz sababchimiz, sizlarga o'rgatyapmiz. Tushundinglarmi o'zi? Like bilan obunani bosib qo'ying, kommentariyada fikringizni yozing. Keyingi gul qaysi bo'lsin? Gulni yaxshi ko'radigan tanishlaringiz jo'natib qo'yinglar. Hey, men senga o'rgatyapti, o'rgangin deb. Shunaqa gaplar omon bo'lishga majbursizlar o'rtoqlar.